Soddalik ham evi bilan-da, evi bilan. Shuka Zulfqorman deb rasmni qo'yib, kirib borib, pul tashiymiz. Hozir SMS bo'ladi, Rossiyadan tashiydi, shogirdlarim kiradi desa, sirazi kirib SMS bo'ladi, kodni aytib yuboring desa, kodni aytib yubormaydi-da. Meni rasmim qo'yilgan bo'lsa-lar, men bo'lib qolmayman-ku, baraka topkurlar. Mana buni qarang ahvolni endi. Buni qarang. Bu bemor Namangandan. Men o'chirtim bor hozir, yordam qila olmayman deganman. Buni lichkasiga kirgan. Mana qarab turing, mana yozyapti. Yaxshi, alhamdulillah, o'zingiz yaxshimisiz? Mana Shuka Zulfqorman, mana shu itdan tarqagan nomer mana 88lik 708 68 20. Instagramda ko'rib qolgandim deyapti. Ha, bo'pti. Bemor Ulug'bek aka video qo'ygan ekan deyapti. Ehsonimiz ham bor edi. Shogirdlar tel qiladi sizga, bo'ladimi deyapti. Qarang. Sun'iy intellekt ovozimni ham o'xshatishganda. Endi bu qarang, tagini qarang. Mana hozir pul tashlaymiz, sizga SMS boradi. Rossiyadan tashlaymiz, shogirdlarim. SMS boradi deb turib, mana qarang, men pulni yechib olgan. 9.500.000 pulni yechib olgan, mana qarang. 9.500.000 pulini yechib olgan. Mana shu ikkilar nomerlardan chiqqan. Mana ko'ryapsizmi? Bu nomerlardan chiqqan, bu rossiyskimi, qanaqadir nomerlardan chiqqan. Mana yozyapti: "Assalomu alaykum. Adham aka, shu ikkita nomerdan tel qilishibdi. Asosan pastdagi nomerdan Shavkat Zulfqorni adminiman deb tel qildi aka" deyapti. Ko'ryapsizmi? Keyin meni Telegram, o'zimning Telegram kanalimdagi mana bunaqa dumaloq videomda, murojaatimda assalomu alaykum degan joyini o'zini kesib olgan, qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizmi? Mana bunaqa joyini kesib olganda tashlaganman. O'zingizni ko'rsating desa, assalomu alaykum deganda o'zini tashlab qo'ygan. Farosat, video vizitdan qilyapsan, olmayapti. Galasovunga ovozli xabar yozmayapti. Nima keragi bor? O'zi mushkulotda turibsizlar. Baraka topkurlar, 100 marta aytayapman. Men hech qachon unaqa yozishib o'tirmayman. O'zim promoy telefon qilaman. Video vizitda ham telefon qilaman. Baraka topkur. Video vizitdan telefon qilding. Mashina minglab insonlarga yuborib qo'yinglar. Mana shunaqa miskinlar. Keyin qiynalgan oilalarda olib chiqilyapti-da, meni atmetga qilinglar deyapti. Shuka Zulfqorni atmetga qilib qo'yinglar deyapsizlar. Aynan mana shu mashinniklarga o'sha narsa kerak bo'lyapti. Endi men Shuka Zulfqorman deb kirib boryapti. Atmetga qilganiga Shuka Zulfqor keldi deyapti-da, o'zlari karta qo'ygan-ku, o'zlari karta qo'yganda mana shu kartalarga qo'linglardan kelgancha qissa qo'shinglar deyapti qiynalganlar. Undan tashqari ushbu videoga Shuka Zulfqorni atmetga qilinglar deyapti. Endi telefon nomerini ham qo'yapti, haligi miskindi. Mana kecha Andijon deb tasini qo'yibdi. Endi u nomerdan Telegramga kiradi ekan. Kiradida men Shuka Zulfqorman, adminiman deydi. Meni rasmlarimni qo'yib oladi. Keyin u laqqa tushib, SMS boradi sizga deydi. Kattaroq summa tashlayapsiz deydi. Hali kartasiga tushgan o'zi 5-6 million zo'rg'a tushadi. Qishloqda oddiy blogerlar qo'yadi-ku. O'shani ham yechib olyapti-da. Iltimos, men hech qachon haligi nima deydi, oldindan SMS boradi degan gaplar qilmayman. Iltimos, sun'iy intellekt ovozimni ham o'xshatishadi. Kerak bo'lsa, videoyimni yasashadi. Iltimos, bunaqa narsalarga umuman ishonmanglar. Ishonmanglar. Mana 9.5 million pulni o'tirib olgan. Haromxo'rga. Iloya ilovanda ota-onangga demayman, farzandingga demayman. Ilohim, mana shu kasallik bilan o'zing chalingan. O'zim ko'rayin ko'zim bilan ilohim. Iflos. O'zi haligi o'lim yoqasida turgan odamni pulini yeb huzur qiladigan iflos, oxiratini o'ylamagan haromxo'r. Iltimos, videoni maksimal jo'natib qo'yinglar. Mana ko'ryapsizlar-a? Meni rasmimni qo'yib olib, har xil telegramlardan kirsa unga ishonmanglar. Men Shuka Zulfqorman, men adminman degan vajlarga vahshiy ishonmanglar. Meni adminlarim umuman yozmaydi birovga. Iltimos sizlardan. Yozsa ham Shuka akam o'z aloqaga chiqadi deydi. Men oxirisidan 886 nomerimdan chiqaman. Boshqa nomerim yo'q meni. Baraka topkurlar. Iltimos sizlardan. O'chirtga qo'yadigan odamga ham o'zim video vizitda chiqaman. Men ko'rib olman, manman deyman, shu mashinniklarga uchrab qolmaslik uchun. Iltimos, kim men Shuka Zulfqorman deb kirib borib yordam qilyapti. Yana eng iflosi mana shu Telegram. Hamma mashinniklar Telegramda, firibgarlar ham Telegramda. Shuka Zulfqorman deb ochib oladi, adminiman deb ochib oladi, sizga kiradi, miskinlarning grupalariga kirib olib, men yordam qilamiz sizga deydi. Bizni benzinimizga pul berib turing deydi. Bizni mehmonxonamizga sizga borishga $300 pul kerak bo'ladi deydi. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqa narsalarga umuman ishonmanglar. Biz hech qachon bir bemorni bor videoga olishlik uchun 1 tiyin pul so'ramaganmiz. 1 tiyin so'ramaymiz ham. Iltimos, mana ko'rdinglar kecha Namanganda Norin tumanida olib chiqqanimizni yerda ham sotib olamiz, haligi 3 ta bemor bordi. Qo'shnisini kartasini qo'ygan edi, qo'shnisini nomerini qo'yib turdik. Naqd pul bermoqchi bo'lganlar deb. O'shanga ham hujum qilishni ko'rgan bo'lsanglar. Men Shuka Zulfqorman deb yozib, keyin ular sezib qolib menga tashlashdi. Iltimos, ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar. Har xil ochilgan profillar u Shuka Zulfqor emas. Videoni tarqatib qo'yinglar.